Bugun Samsung telefoniga o'zimiz ovoz zapis qilishda o'rganamiz. Bizga shunchaki kompyuter, notebook, internet bo'lsa bo'ldi. Bugun Samsung A32 telefoniga ovoz zapisni yozamiz. Xuddi shu ko'rilgandek qilinadi. USB atlatga yoqiladi. Kirganingizda USB atlatga ruxsat beramiz. Xo'sh, bu yoqda internet brauzeri orqali samfv.com saytidan kirib Tools, Samsung AirP Tools va eng pastiga tushiladi. Xo'sh, Samsung FV Tools ana bu programma ko'chiriladi. Bugun to'liq noldan ko'rsatishdi. Video qilib oldik. O'rnatildi bu programma. Net. Xo'p, demak, bizda USB atlatkani yoqdik. USB atlatka yoniq. Bu yerdan Rad Infoda ADB Info olamiz. Va atlatkadan ruxsat so'raydi. Bitikani qo'yib, razрешить. Bu yerda mana telefonimizni ko'rsatdi. Samsung A32 va ovoz zapis qilish uchun MTP moduliga o'tib, Change KSK bosamiz. Bu yerda mana bizga ko'rsatyaptiki, har xil regionlar. Xo'p, bu yerda bizga endi mana bu spiskani ko'rib oling. Mana shu regionlarda ovoz zapislari mavjud. Xo'sh, bizga demak bu yerdan hozircha kerak Ukraina regioni. Ukraina. Eng birinchi ko'rganimiz shu bo'lgani uchun shuni tanladik. Va telefon o'zi avtomatik har xil amallarni bajaradi. Agar avtomatik amallarni bajarmasa, mana bu ekranda ko'rsatganidagi amallarni bajarib ovoz zapisi o'rnatiladi. Telefonimiz o'chib yonadi. Bu programmalardan chiqib ketishimiz mumkin endi. Xo'p, agarda bu ko'rsatilgan amallar bo'yicha ovoz zapis o'rnata olmasangiz, bemalol Telegramdan yoki Instagramdan murojaat qilsangiz, onlayn ulanib, onlayn o'rnatib berishimiz mumkin o'zimiz. Chunki aynan hamma telefon bir xil emas, shu ko'rsatganimizdek bo'lavermaydi. Telefon yondi. Xo'sh, region almashgandan keyin qo'ng'iroqqa kirib nastroykasiga kirib Zapis vizib degan atlatga yondi mana. Zapis vizib. Avtomatik zapisda yoqib qo'yamiz. Va xohlagan odamga telefon qilganimizda ovoz zapisi ko'rinadi. Hozir ko'rsatib berishim uchun unda sim karta mavjud emas ekan. Sim karta bo'lganda ko'rsatib berar edik. Bo'ldi. Bemalol agar o'zlaring mustaqil qila olmasalaring aloqaga chiqishlaring mumkin.